Respublikada 12-o'rinda biza. Viloyatda 61 ta mahallada maktabgacha ta'lim tashkiloti mavjud emas. O'tgan 2024-yilda 34757 nafar o'qituvchi attestatsiyaga jalb etilgan bo'lib, ulardan 18383 nafar o'qituvchilar yetarli ball to'play olmagan. O'qituvchilarning test sinovlari bo'yicha o'rtacha ball ko'rsatkichi 8 ta tumanda past bo'lib, respublikada ham so'nggi o'rinlarda. Yana bir respublika ko'rsatkichi bo'yicha viloyatda ta'lim darajasi past bo'lgan maktablar soni 69 dan tashkil etadi. 8 ta indikator bo'yicha Samarqand viloyati respublikada 11-o'rinda. 14 ta hududdan 11-o'rinda biza. Samarqand degan nomimiz bor, Samarqand degan. Butun dunyo havas qiladigan, orzu qiladigan, kelishni istaydigan, o'qishni istaydigan yurtimiz bor. Lekin raqam butunlay boshqa narsani ko'rsatyapti.